davlat raqami 70V893HB bo'lgan avtoulovni yo'l harakati qoidalarini bir o'qish chizig'ini bosib harakatlanib kelayotgan vaqtida dizel va hushtak orqali to'xtatganimda haydovchi to'xtamasdan noma'lum tarafga ketdi. Hamkasblarimga ratsiya orqali aloqaga chiqib, haydovchini to'xtatdik. Haydovchi to'xtatganimizda shu qoidabuzarligini tushuntirib to'xtatganimiz 194-modda bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdim. Hurmatli haydovchi, nima sababdan qochdingiz? Nimaga to'xtamadingiz? To'xtatganimni ko'rdingizmi? Hozir mana, ha? Tushunmadim. Haydovchilar hozir ko'ryapsiz, yo'l transport hodisasi ko'p bo'lyapti. O'shaning uchun to'xtatganda inspektor to'xtasangiz, sizga nisbatan boshqa qoidabuzarlik bo'ladi. To'xtamagan uchun sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida 194-moddaga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. E'tirozlaringiz yo'qmi? Hech kim siz bilan qo'pol muomalada bo'lmadimi? Yo'q. Ha, qo'pol muomalada bo'lib sizdan hech narsa so'ralmadimi? Ha? E'tirozlaringiz yo'qmi? Kelgusida haydovchilarga nima degan bo'lardingiz? To'g'ri yursan, nimasi? To'xtab, harakatlanib yurish kerak. Boshqa amal qilsin. Bo'ldi.